yaxshimizlar? Mana taraf qaranglar, shunchalik payz resim ilib keldim. Mana resim bo'lsa, Bingshi bu yoqda moy bu yoqning shogosini chiqarib turib siz badoq. Ta'minlangan resim bo'lsa, mana mish qiz shu. Ko'rsanglar, ravobni tutib turgan. Keyinlik uy bo'lsa, shu Qashqardagi Konshar rayonidagi uyga qadimiy ko'cha. Mana nimishqa ravob tutib turdi desanglar, o'zining kasbiy muzika, ya'ni shu ravobchi ekani, ravobni intayin yaxshi ko'rgan shunga o'zining tutib turgan resmini ta'minlab berdi, shunda siz bilsangiz deb. Ana moyoq taraf ko'rsanglar, shu dariza. Burunqi undan keyin qafas. Ma qafasda qushqoch yo'q, lekin o'zimi mustaqillikka ko'k shatutni beqishni yaxshi ko'rgan uydan bo'lgan to'q. Shunga mishni talab bo'yicha siz berdik. Ana buning moslashsin uchun moyoq tarafga yana bir shatutni sizib, ikkisi bir-birisi qaratgan qilib turib, mustaq ijodiyatisini ilib turib, nayt yaxshi holatda cho'ng aytib siz berdik. Agar ma'liyat sizgan bo'lsak, menimcha chiroyli shago chiqmaydi. Shunga buni mustaq o'rinlashtirib berdik. Shunchalik yaxshi suzuk chiqdi. Aldıdım nurg'un do'stlar so'rab ekansiz, shu moy bu yoq sizdirdim deb. Bu resimning cho'ng kichikligimi xil cho'ng, buningdan cho'ng siz bersekmi bo'ladi va mana. Bulardan laqcham. Ondan keyin mishandek maslashgan chiroyli ramkalar ilib, har qaysi yerlarga sepiralaymiz. Davomli maslahat so'rasanglar bo'ladi. Sizlarni ayrimxonamda saqlayman. Xayr xo'sh.